Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti haqida o'rganamiz. Video yoqsa kanalga obuna bo'lishni unutmang. 3-kitob 47-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Gap shu yerda uzildi. Ubaydulloh to'g'ri va o'rinli bir qarorga keldim deb ovunsa, necha yillar bir yostiqqa bosh qo'ygan erini bu xosiyatsiz qaroridan Ummu Habibani yurak bag'ri ezildi, lov yondi. Bir paytlar Quraysh qabilasini butlarga qurbonlik so'yayotganlarida ko'rgan va haq dinini topish uchun Makkadan chiqib ketgan 4 kishidan biri edi Ubaydulloh. Insonlar butlarga quli bo'lolmaydi. Kelinglar, Alloh rozi bo'lgan Ibrohim dinini qidiraylik degan va shu qarorda To'rtovlon shaharni tark etishgan edi. Ubaydulloh bir muddat chekkalarda yurgach, nasoro bo'lib qaytdi Makkaga. Keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida shahodat keltirib musulmon bo'ldi. Mushriklardan unga yetkazgan aziyatlarga seva chidadi. Dinini himoya qila bilish g'oyasi ila Habasistonga hijrat etdi. Ubaydullohning endigi harakati shu boisdan musulmonlarni qattiq o'ksitdi. Es-hushingni yig'ib olay Ubaydulloh, jinni-pinni emassan har holda deyishdi sheriklari. Lekin u aqlim joyida ekaniga bundan ortiq dalil bo'lishi mumkinmi? Qaranglar, men ko'zimni ochdim, sizlar hali ham pirpiratib turibsizlar deya javob berdi. Kuchuk bola ko'zi yumuq tug'iladi. Bir necha kun qovoqlari pirpirab turadi. Shu ibora nima qilishini bilolmay hayron lol turgan kishilarga nisbatan ishlatiladigan zarbul masaladir. Ubaydulloh bundan keyin makkalik do'stlari bilan har uchrashganida ularga bu zarbu masalani takrorlab, ularni zalolat yo'lidan adashib yuruvchilar hisoblab keldi. Ilgari ichkilik ichardi, nasoro bo'lgach battar ruju qo'ydi. Hayotini so'nggi kunlarida ko'zdan kechirsa, kunba-kun halokat botqog'iga botayotganini sezishi mumkin edi. Biroq ta'assufki, uning fikrlash eshiklari berkitilgandi. Musulmonlarning "Kel, ey Ubaydulloh, tavba qil, biz ham sen uchun Mavloyimizga yolvoraylik" degan takliflariga og'zidan sharob hidi anqigan holda lab burib javob berardi. Ahvoliga achinib boqqan ko'zlariga u ham achinib boqardi. Yo'llar shu zayil ayrildi. Faqat shundan so'ng Ubaydulloh ko'p yashamadi. Yoqasiga yopishgan ajal uni bu dunyodan olib, hisob va jazo olamini qopqasidan kiritib yubordi. Ubaydulloh vatanidan va dinidan mahrum bo'lib, g'ariblikning eng tuban bosqichida ayrildi dunyodan. Qora tuproqqa qora yuz bilan kirdi. Ummu Habiba tul qoldi. Bir paytlar sevib hurmat qilgan, biroq dinini o'zgartirgan kundan boshlab ko'ngli bir sovigan erini ko'zidan yosh to'kib, so'ngra manzilga kuzatdi. Haq din oshig'i bo'lgan bir inson abadiy saodatga erishay deb turgan paytda bunday baxtni yo'qotib dunyodan ketganiga o'ksib yig'lardi. Endi uning ortidan rahmat tilaklarini yuborish imkoni ham qolmagandi. Qavmini bir barmog'ida o'ynata oladigan qobiliyatdagi Abu Sufyonday bir odamning qizi musofir yurtlarga tul bo'lib yashaydi endi. Makkaga qaytib borolmaydi. Qolgan umrini shu yerda shu shartlar ostida o'tkazadi. Peshonasiga yozilganini ko'radi. Haftalar, oylar shu yo'sin bir-birini quvib o'ta boshladi. 6-yilning Shavvol oyi Madinaga 8 kishidan iborat bir guruh keldi. Afti burishgan, qorinlari shishgan, bir qarashda kasal ekanliklari shundoq ko'rinib turgan odamlar musulmon bo'lish uchun kelishdi. Rasululloh janobimizning huzurlariga borishdi. Shahodat kalimasini aytdi, musulmonlar safiga kirishdi. Bir qismi Uqil, boshqalari Urayna qabilasidan bo'lgan bu odamlarning afti-angorlariga qaragan yuragi esilib ketardi. Masjid supasida kun o'tkazayotgan hech kimi yo'q musulmonlar yonidan ularga ham joy ko'rsatildi. Endi shu supa ahli ashobi supa kabi yeb ichishardi, hayotlarini o'shalar kabi davom ettirishardi. Shu zayl ancha vaqt Madinada qolishdi. Faqat ulardagi xastalik kundan kunga og'irlashib bordi.
Qorinlari battar shishib ketdi. Betlari avvalgidan ham beo'xshov bo'ldi, qoq suyakka aylandi. Bir kuni Rasuli Akramga ahvollarini arz etishdi. Madinaning havosiga o'rganolmadik, holimiz beshbattar bo'ldi deyishdi. Bu so'zlar bilan bir haqiqatni ochiq-oydin aytgan bo'lishdi. Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam Madinadan 3-4 mil uzoqlikda o'tlatilgan tuyalarga yubordilar. O'shalardan foydalaninglar dedilar. Hamma odamlar bu tavsiyani mamnuniyat bilan qabul qilishardi. Qubo qishlog'i yaqinidagi Zuljadir degan joyda chodirlarni tikishdi. Cho'ponlarga Janobimizning amrlarini yetkazishgan edi. Bemorlarga ular qaray boshlashdi. Tuya sutlari bilan boqishdi. Ba'zan davo uchun peshoblaridan ham ichishardi. Bu yerning havosi ularga yoqdi. Yuzlari to'lishdi. Qorinlaridagi shish qayta boshladi. Endi sog'liklari tiklanishiga ularda umid uyg'ondi. Ibn Mas'ud Qur'on o'qimoqda. Payg'ambar janobimiz Zafar o'g'illari mahallasida bir guruh musulmonlar bilan o'tirardilar. Ittifoqo Abdulloh ibn Mas'ud o'tli bir nigoh ila o'ziga qarab turganini payqadi. Menga Qur'on o'qib berasanmi, ey Abdulloh, deb qoldilar janobimiz. Bunday taklifni u kutmagan edi. Qur'on sizga nozil qilingan bo'lsa-yu, uni sizga men o'qisam qanday bo'larkin, ey Allohning payg'ambari? Men uni boshqa birovdan eshitishdan ham xushlanaman. Abdulloh Bismillahni aytdi va Niso surasini o'qiy boshladi. Qur'onni yaxshi bilgan, go'zal o'qiydigan inson edi. Abdulloh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilgari Qur'onni 4 kishidan o'rganinglar. Abdulloh ibn Mas'uddan, Ubay ibn Ka'bdan, Muoz ibn Jabaldan va Abu Huzayfaning quli Solimdan deya marhamat qilgan edilar. Yana bir kuni Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umar Abdullohni bir ziyorat etib, mujdalar bo'lsin senga ya Abdulloh, Rasulullohning Qur'oni nozil bo'lgan paytdagi tozaligi ila o'qishga harakat qilgan har bir kishi uni Abdulloh ibn Mas'udning qiroati kabi o'qisin deganlarini eshitdik. Ha, payg'ambarimiz shunday marhamat qildilar. Sen naqadar baxtlisan deyishgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdullohni juda yaxshi ko'rar, qadrlar edilar. Haybarning fathidan keyin Yamandan kelib Madinaga joylashib qolgan Abu Muso al-Ashvari endi tanisha boshlagan o'rtoqlaridan Abdulloh ibn Mas'udni ancha paytgacha Janobi payg'ambarning oila a'zolaridan bo'lsa kerak deb yurgan edi. Qur'onni 70 dan ortiq surasini to'g'ridan to'g'ri Rasul Akramdan o'rgangan Abdullohning chiroyli o'qishi boshqa uni shaxsan payg'ambarlar imomi oldilarida. U kishini nazoratlari ostida o'qish tamoman boshqa edi. Lekin amr berilgan, bajarilishi shart. O'sha ondagi tuyg'ularni ifodalashga so'z ojiz. Yana mollarini odamlar ko'rsin deb ehson qiladigan, o'zlari esa na Allohga va na oxirat kuniga iymon keltiradigan kimsalarni ham Alloh sevmaydi. Kimga shayton do'st bo'lsa, u eng yomon do'st bo'lur. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsalar va Alloh rizq qilib bergan narsalardan ehson qilsalar, ularga qanday zarar bo'lar edi? Alloh ularni qilgan amallarini bilguvchi zotdir. Shubhasiz, Alloh birovga bir zarracha vazmincha zulm qilmas. Agar zarracha yaxshilik bo'lsa, uni bir necha barobar qilur va o'z huzurlarida ulug' ajr ato qilur. Ey Muhammad, biz har bir ummatdan o'sha ummatni payg'ambarini guvoh keltirganimizda va sizni ana o'shalarni barchalari ustida guvoh qilganimizda insonlarning holi qandoq bo'lur? Abdulloh boshi egik, hurmat ila Qur'on o'qishda davom etardi. Surani shu joyiga yetganda faxri koinot tushunchasi yetadi dedilar. Sizni xursand qila oldimmi, ey Allohning rasuli?
Allohning ko'zlari Alloh yaratgan eng pokiza, eng muborak yuzga shunday savol nazar bilan mo'ltiradi. Biroq sarvari olamning yuzlari bu paytda ko'zlaridan oqayotgan yoshlar bilan yuvilmoqda edi. Endi u sizni xafa qilib qo'ydimi, Allohning suygani degandek ma'noda mo'ltirar edi. Ehtimol buyuk Mavlo suyukli payg'ambarning ko'z oldilariga oyatlarda anglatilganlarini tajalli etgandir. Bir payt Janobimizning Allohim, bu ahli men oralarida yurib yashab turganlar kelajak azob, men ko'rmaydigan ummatimning holi nima kechadi deganlari eshitildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ummatlari uchun shunday ko'z yosh to'kkanlar. U kishini zamonlarida yashashdek, ul zot yashayotgan shaharda hayot kechirishdek topilmas ne'matni qadrini bilmagan. Ul muborak zot olib kelgan dinga va u kishining do'stlariga zarar berguncha ko'ngli joyiga tushmaydigan badbaxt munofiqlar soni ham oz emas edi. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarlar sultonining shahrida ko'p yillar birga yashash ularga hech bir naf bermadi. Ichlaridagi kufr va nifoq tuyg'ulari zarracha kamaymadi. Holbuki bu buyuk sultonga iymon keltirgan va qalbini uni tengsiz muhabbatiga burkanganlar o'z yillar berisidan ayni tozaligi muhofaza etib ketishadi. Nubuvvat bulog'ining obi hayoti ko'ngillarini kutilganidan ham ziyoda huzurga qavushajakdir. Dillarni u buloqlarni manbalariga burganlar, u muborak davrida yashamaganlarga afsus chekmasliklari kerak. Bizlarni Habibi akramdan 100 yilliklar keyingina tashlagan taqdir qalami sevgili payg'ambarning ma'naviy madadlarini 100 yilliklardan keyingi zamonga yetadigan, butun borliq olamini qamrab oladigan qiymatda yozgan. U zot faqat birga yashagan asrni emas, onidan tug'ilajak eng so'nggi insonga qadar barchani payg'ambaridirlar. Biz seni butun olamlarga rahmat o'laroq yubordik degan buyuk Mavlo qullaridan birortasini ham mahrum qoldirmaydi. Hech kimsa Allohning sevgilisiga yashagan zamonlariga yetisholmagani uchun Allohning rahmatidan va uning sevgili Habibining shafoatidan benasib qolmagay. Biz ishonamiz va Robbimizdan tilagimiz shudir. Bani Mustalik safari. Bir kuni Janob payg'ambarimizga Bani Mustalik qabilasi Madinaga hujum qilishga tayyorlanayotgani to'g'risida xabar yetib keldi. Ularni hali yo'lga chiqmaslaridan o'z yurtlarida to'xtatib qolish uchun darhol qo'shin to'plashni buyurdilar. Hijratni 5-yili Shabbon oyi kirganiga endigina 2 kun bo'lgan edi. 3-kun Madinani boshqarish Abu Zar G'iforiyga topshirilib, qo'shin yo'lga chiqdi. Quraga ko'ra, yo'ldosh bo'lish haqni qo'lga kiritgan Hazrat Oysha raziyallohu anhu ham bir tuya ustiga joylashdi. Yo'lga chiqarkan, opasi Asmodan safarda taqqa borishga kelish uchun bir marjon oldi. Soni 700 ga yetgan qo'shin nihoyat yo'lga tushdi. Juvariya Bani Mustalik qabilasi raisining qizi edi. Tush ko'rdi. Naq Madina ustida yal-yal nur sochayotgan oy unga tomon kela boshladi va nihoyat quchog'iga kirib oldi. Bu tushida u hikmat borligiga ishonib bir uyg'ondi. Yorug' kunlar yaqinlashayotganini ayon bo'ldi chog'i. So'nggi kunlarida Yasrib yurtiga uyushtirilishi mo'ljallangan va tayyorgarlik qizg'in ketayotgan hujumning bu tush bilan qandaydir bog'liqligi bo'lishi kerak. Tush ko'rganidan keyin 3 kun o'tgan edi. To'satdan paydo bo'lgan bir qo'shinning hujumi mustakliklarni gangitib qo'ydi. Qabilani jon tomiri hisoblangan Murasiy qudug'i deb nomlangan joyda dam olib o'tirganlar bostirib kelib yuzlab askarga uzoq qarshilik qila olmasliklarini darhol fahmlashdi. Ko'pga cho'zilmagan bu hujum natijasida Bani Mustalikdan 10 kishi o'ldi. Ko'plari qochib jonini qutqarib qoldi. Xotinlar, bolalar va jangchilardan bir qismi asir olindi. Bu orada musulmonlardan Hishom ibn Subobaning boshqa bir musulmon o'ldirib qo'ydi. Bu hodisa bir adash edi xolos, qasddan odam o'ldirish emasdi.